Bağına. Şehirning bağıtsı qandaroq ekan debdimi? Bizning o'yilning beg'idan hech qanday farq yo'q ekan-ku. Farq yo'q ekan degan nimani? Sen o'ylandiga boqib bilasan hamsa? Nima degan chiroyli qizlar bu, ha? Xapamanglar hechqam mening deganim, ashtonda bash qop-qora chach sandab ketgan bo'lsa-chi, ha? Bu shaharda chiroyli qizlar ajabmi ko'pgina? Qara. Ash qizdagi bir job. O'g'aqda qash sandab ketsa-chi. Acab kelishgan adamkina. Ash adamda bir jup ko'z sildi bo'p qolsa-chi. Yaş vaxtımdım o, çağlıqdı. Latife jarayonda yangi latif topmoq qiyin. Latif tepish uchun u yoqqa bu yoqqa mang'an gap, izlaydigan gap. Endi buningdan bakrak o'qish bitagandan keyin xizmatga o'rilish uchun uningga menish texnik qiyin deb o'ylayman. Isamkamning o'g'ilniki ishini hal qilaman deb boshliqni topolmay bak uzun menib ketdi Isamkam. Bir hafta menib ikkinchi hafta shuni bilan boshliqning uyiga yuribdi-ki, koridorda boshliqda qarab turibdi ekanda ko'rib qopti. Ko'rib qilib baka deb o'ylab shundan darvozani daraq uribdi-ki, ayol chiqib. Yo'q, qarang bir yer ketib qolgan, cho'ng bir yig'inga degandikin. Unda bo'lsa kelganda deb qo'ying. Odam uchun bosh intoyin muhim. Nega bo'lsa beshini ilib olsin, beshi uyda qolgandek turdi. Bizning qo'shinning eshik oldidan o'tib ketib boratdim. Bir talash tortishni olib qoldim. Yo'q, nima ish bo'lgan deb bunda kirib qarasam, pozor kostyumli kiyib olgan bir bola qo'shni buvoyga davodadi. Aka 20 ming so'm bo'lmamda degan. Nima deydi bu? Bo'lmaydi dedim-ku degandi. 30 ming bo'lmamda. Mang'ina 30 ming deb. Deyishga 50 mingga chiqdi.
aka 50 ming yaxshi pul, ma'qul degina. Unda olsa o'ylashib baqman, bir haftadan keyin kelay deb ma'noda. Menga men kirib, "Va ma'qul deysizmi aka? Nima ishdi u?" desam, "Hey, men bir mazin o'zing bilsa. Bu Sho'rbulaq aroq shirkitining adimi ekan. Har qitim aza aytganda Sho'rbulaq deb vaqira deydi." Bizning qo'shni buvoy mo'may yangi televizor chiqqan mezgilda televizor ko'rib o'tiribdi-ki, soqish kino berayotganda harbiylar dan mengiblar. Yarasi jumdoni ichinglar deb ichibdi. Tushinglar. Tok tushib. Yepinglar deb böyle quduq yo'lni yepishi, chiroqlanib ko'yganmi? Lappa deb qorong'u bo'ldi. Voy, qorong'u ketdi bu. Hey, ko'miding bu qorong'u yerga tushib ketganiki qorong'u bo'lmamdi. Bir jamdagi chiqdi. deb o'tiribdi. Ani chiqa, mana chiqa. Yo'q. To'g'ri. Bu soat 6 da yapgan tuvoqni 9gacha oshmaydi-ku bular. Chiqib baqina qo'shillarnikiga. Degandiki mo'may chiqib kiribdi. Hey, buvay, ular soat 6:30da quduqdan chiqib panjim tarafga ketibdi. Hammamiz bilamiz bu tilamchilik, mayli hukumat o'rin bo'lsa, mayli fuqaro bo'lsa, hech qanaqamiz yoqtirmaydigan bir kasbda bu. Lekin o'rin, ish qo'shaqmaydigan odamlar qasddan meyib o'ylab tilamchi oldiganlar jiqqa. Men Urumchiga bordim. Juyanning oldida tursak, bu yetib elib yoki baldinglar o'zini bog'liq mushta pul so'raydiganlar jiqqanda, bir devon kelib qoldi, qo'sqa g'altak tegibdi. Men yetib elib g'ar qilib keliblar. Ay, mendek bir meyib qishinglar og'irsan, ay meni yo'qlab qo'yinglar desa, bunda devonlarni jiq ko'rib adam bezor bo'lib ketganki, uning alzarga nazar solmay biz o'zaro paranglashib qoldik bu yerda. Ya adash bu nim bo'lib ketdi bu? Sopmizga 700 pul so'raydi ekan-a? Desam, mayaq bu cho'ng odammi, shunda devonning 3 odam-ku va. Bu bizni gapimizni anglab qopti-da. Fikrim, bu qopab kelsin loban bo'lib ketdi-da. Men doktorxonga bir og'inamning dadisi og'ir ekan, yo'qlaymi deb jiddiy kirdim men. Kirib cho'g'lan lift ichilib qol, lift chiqay desam, liftga chiqsangiz bo'lmaydi deb 3-4 odam mo'yda to'sib oldi. Va men oldirayman, chiqib olay deb chiqibman, liftning ichidagi ishni o'qimaydi. Qarasam, liftda bir ayol ko'z yorib qopti-da. Bu ayolga chaponlanmada to'sib olibdi, yig'layotdi. Voy anam, voy karvatga bir g'irishli qolganti menga nimasi? Voy men o'lay deb yig'lab ketdi. Shu bu ayolni tasalli bo'lib qolsin deb, voy yig'lamang ada. Bu qayerda, qachon, qaysi minut ko'z yoradigan ayol kishi nim bildi? Siz herhalde 4 damdan içinde boşunupsiz. Bultunmat doktorxon darvozdan oldida bir ayol boşunup qaptı-ki, şu ayolni biz köte yatak o'rlashtirib atgan. Desam, voy men o'lay, voy bu nima sataydi, o nim bo'ldi desam, shumi mentim dedi. Yezdi bir adam kelibdi, og'rib qilib. Doktorxonaga kirsa, oshqozon chatoq. Deb nima bo'pti desa, oshqozon chatoqga kunda mo'mi yeppa debdi. Bela qadaş kirpak bo'lgangan, yani doktorning endi kirib, mo'min tomoqni oldi hamdim, tomoqni keyindim degan. Doğru dedi de onu. Hozir jamiyatimizda har xil ishlar bo'lyapti, men radioda haliqi ayoli yo'qlar, er topadigan, er yo'qlar, ayol topadigan bo'lsa, gangol to'y. Bir adashning ayoli yo'qka, eshak bo'lsa 2 so'm to'la deb nimaga desa, to'limiga uchun ko'rsatmaydi ayollarni. Bu to'lab bir uyga kirsa, uzun burun qo'yayotgan ayol ekan. Birkide bir muallim imtihonning vaqti yiqilishib qolgan, bolalar dars tushuntirib olsa, bir jim o'tamay, netikini g'idiqlab o'tiribdi-da. Efendim ko'zdan qurg'il ko'rib qilib, "Tura" deb tug'izib qo'yib, 40-40 ni qo's necha bo'ldi desa, 80 bo'ldi demay, timoqni tatlab o'tiribdi. Buning tafsilini tushuntiraymi deb, "Ey, asın 40 bola var, asın 40 bola. Asın mallarına kirib sizlar qo'shasiz, necha bo'ldi sizlar desa, 80 bo'ldi demay, ma'lum asın mallarına kirib bizga qo'shyapsiz, partiya yetishmay qisqiston bo'ldi deydi. Entay kambag'al bir odam bolasi bilan do'qmish tutsa, mayaqtilla bir murda chiqibdi-da. Chiqqandan keyin kambag'alning ovozida da "Anima" desa, murda deganki, onun için nim bor, des odam bor. Des on nega gapirdi desa, kambag'al odam nega gapirdi bolam. O yeydiz na yo'q, yeydiz suv yo'q, yeydiz kiyim yo'q, eşe gapirdi onu desa, kambag'alning ovozi juradi da uyga ketaylik, bizniki gapirib ketdik dedi.